أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kitabun Nikahı. Bu nikahınki kitabıdır bu deyildi. Bize Mişkat-ı Mesabih diye kitabını okuttuk. O kitabınki yerini meni aldığı derslerde o tüydi. Hem de ikinci cüz'i dep atalgan kitabın nikahın başlangan ikinci kısmına geldik. Hem de birinci cüz'i, ikinci cüz'i deyişi. Bizdeki vatanda bu Mişkat'niki asıl nüshası çoğun bulup u yer tarqalğını şu birinci cüz'i, ikinci cüz'i dep şu çoğun yoğan tomniki üzü iki parçaga ayrıldı. Yani birinci cüz'isi, ikinci cüz'isi dep birinci cüz'isi şu kitabı taharetten başlap meni bu kitabı nikah kelişlik olgan arılıqtı ki meni dersler meni bu birinci cüz'i dep atıldı. Hem de onun deyken ki tüyügüçlük bolgan arılıq yani nikahdan başlap bu ikinci cüz'i. Hem de bu yer çıkkandayken bu Mişkat'niki nüshası her xil bazıları 4 cüz'i, bazılarının 2 cüz'i, bazıları bir qancha cüz'i qilib matbaa, yani kitap basadigan matbaaniki o'ziniki shu ahvoli qarab, ashundaq yani besib chiqargan matbaanida. Anda ondan keyin biz endi shu vatandagi shakl bo'yicha birinchi cüz'i Mishkat Sharifniki o tugadi. Hem ikinci cüz'isi olgan kitab nikahdan başladık. Yani birinci cüz'isi yani iman, İslam'a alakadar olan nayet muhim tarafı olan dinimizdeki yani o tarafdaki olan alakadar hadisler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılan yani bu hadis şu Adem'niki bir qancha hadis kitaplardan mene tanlap yazılgan kitap bu mezmun nima qildi tugidi. Hem de ikinci cüz'i olan kitab nikah keldik. Bu muamalat deymiz. Yani bu muamalatın qatar demde avval kısıdıma kitabı beyi ve hakaza onun ba. Yani maya demde kitabı nikah dem başlaydı. Yani o nikah degen nimandı. Bu her kanda bir mümin Müslüman bolgan adam ayal bolup tug'ilsa balagat yetkendikin cezmen bu adamniki bu kişilerniki üzüde undaq bir tabii unda bir kesellik ya bir işler bombaga vaqtın üzüde cezmen bulunduğun bir iş. Allah Teala muşundaq ayal kız oğul her işkilisi balagat yetkendikin meni tabii avtomatik halatda bir-birisiga meni mayil oladigan bir-birisi qiziqadigan muşundaq narsaniki xo'yniki üzüne Allah kız oğullarga balagat yetkendikinlar yoki uniki aldidimi muşundaqcha nima qilgan uni muşundaq qilib Allah yaratgan. Çünkü yaratışdagi maqsad bu insanlarniki bu yer şarniki üzüde kıyametgachilik insanlarniki davamlashishi kerak. Davamlashish uchun cezmen bu ayal kız oğul yüzü cezmen nikahdan ibaret olan yani bu ikisininki vücudu bir yer kelip anladaki bu yerde bir perzent varislik yani varis olan bir bala vücut keliş gerek. Muşunda zercir siman muşunda alet şekillendiği vaktin yüzüde anladaki bu kıyamet kişilik bu nesliniki yüzü bu yerde devamlaşıdı. Bununla bu ayal bir yer kelişilen insanlar mevcut durdu. Eğer o iş bulmasa o çanın üzerinde insanlıkın nesli kuruyduğun gibi. Kurgan boğanlıkın Allah Teala'nınki bu yer şartın ibaret olan yani bu yanıki üzerine yani bu mustahlip yani üzüge vakaleten yer şartını idare kılıp başkuruş onun da menfaat edişten ibaret olan bu hikmetke benim muvafıkçı buludu. Eğer davamlaşmasa ona ne bulmaydı, ona muvafık olmaydı. Çünkü benim bu yer şartı ve onun başka yerdeki nesniki hemmisini Allah Teala insanlarınki menfaat için paydalansın dep özünki muşu hayatıda kandak bir paydalışkan imkan boğan asasda paydalansın dep Allah nima bergen yaratıp bergen. Ondan o için bu asli tabii boğan bir nime hikmet, tabii boğan bir iş. Bu insanlarda emas, insanlardan başka her kandak canlıqlarda. Meyli yoğan canlıq olsun, meyli kiçik olsun, meyli
haşaretler olsun, her kandıqda bu bir xil meni nikohlashdan iborat bo'lgan bu ishchi bor. Endi insonlarniki bu ikkisiniki nikohlash nimasida u hayvonlarga o'xshash bo'lmaydi. Bu insonlar bu hayvonlarda yuqori bo'lgandan keyin unda kasb emas, unda bir ishchi bo'lishchi bo'lmaydigan gap. Undan kelgan bola farzandiki muayyan kimning bolasi kimniki apisi kim, otasi kim buni o'qish kerak. Uning uchun ikkisi muayyan atisi mavu, apisi mavu degandek bunda bir holat shu shakllanishi kerak. Ammo hayvon bunday emas. Buning uchun men nikohdan iborat bo'lgan bu ishniki o'zini men insonniki asl tabiatida bor bir shu nima u ish. Bunga asosan mayli qiz olsun, mayli o'g'il olsun, her ikkalisi o'ziga loyiq bo'lgan, o'ziga iz bosar, o'ziga asli bir farzand qoldirib ketish, naslni davomlashtirish uchun obdan bir nasli, ya'ni farzand zurriya bir dunyoga kelish uchun her ikkalisi obdan meni loyiqni shu tanlaydi endi. Muvofiq kelgan loyiqni tanlaydi. Tanlash orqali anidan menidan bu ikkimizdan yoki manidan balam tug'ilsa, amandaq bo'ladi, andaq bo'ladi deb ashta qilgan bir nima o tabiiy bir ish. Buning uchun Alloh taolo insonlarniki o'ziniki havasi, ixtiyoriga asosan buni nima qilmadi, uni beketmedi. Beketmay uni nima qildi? Nikohdan iborat bo'lgan meni bir xil tuzumni, bir xil ta'limotniki o'zini Alloh o'ttirg'ichi qo'ydi. Buni nima deymiz? Islom dinida nikoh deymiz. Nikohning g'ayri bo'lgan ayol har qanday vaqtni bir yerga kelib, yana qalaymaqon, g'arazlik, shahvatlik, yomon niyatda shundoq bo'lmag'or bir shaklda yaqinlashgan bo'lsa, bu dinimizda bu xato. Ammo nikoh qilib turib, o'chaning o'zida har ikkisi bir yerga kelgan vaqt o'zida, men o'chaning o'zida bu ayol erdan qanday foydalansa, o'chaning o'zida buni so'rg'ichi bo'lmaydi. Ammo so'rg'iniki bo'lmaslik tarafida so'roq bo'lib qolish tarafi nima va u bor. Birisi nima on ayollarniki odat ko'rgan vaqtning o'zida, yana birisi shu ayollik jinsiy munosabat o'tkazgan vaqtning o'zida har ikkilisi shu Alloh berkatgan shu joyning o'ziga kelish kerak. Ammo uningda g'ayri yerga kelsa, u nima o xato, u nima o gunoh. Mush ikki tarafdan diqqat qilish kerak. Buning uchun lekin bu to'g'ri ish uchun bo'ladi. Men bu nikoh bizniki Uyg'ur tilidami nikoh qilibdi deb bu arab tilidan Uyg'ur tiliga nima qilgan gap kirgan bir nima o til. Yani biz to'y qilibdi, nikoh qilibdi, nikohni qilyapti deymiz. Yani bu nima degan gap? İki tarafniki o'zini bir yerga kelibdi, ya'ni bog'lanibdi. Birisi ayoli, birisi er bo'libdi. Meni mush ish bo'libdi degan gapga asosan bu nikoh degan gapni nima qiladi? Uni u yerda shu ishiltimiz. Endi bu arab tili bo'lgandan keyin arab tiliniki bu yerlik lug'at emas nima? Chunki bizniki islom dinimiz arab millatiga nima qilgan? Men arab millatiniki ichidan chiqqan payg'ambargacha islom dinimiz bu yerga kelgan, bu zot kelgan. Bu zot kelgan bo'lgandan keyin islom dinimizda mana bu islom dinimiz barliq kelishdan bu asli bu arab tiliniki o'zining tili bo'lgandan keyin ishlatish bir o'rni bo'ladi. Shu ishlatish hamda shu o'rniki o'zidagi til bo'ladi. Til bo'lgandan keyin shu din kelgandan keyin anidan keyin mana islomga asosan o tilni bu ma'noga nima qilgan gap uni qabul qiladi. Hamda dinimizga yo'tkab kelgandan keyin u asl lug'at ma'nosidagi ma'lum qismi yoki hammasi umum mazmuni degandek bo'ladi. Endi bu lug'at ma'nosi nima? Arab tilidagi asl lug'at ma'nosida endi nikaha yankihun, nikahan, nakihun, mankuhun deb mundaq deb ataladi. Atalgan bo'lgandan keyin aslida bu nikoh degan bu gapniki o'zi aslida ulamolarimizniki o'ttirisida bir ixtilof bor ekan. Nikoh degan nima bo'lsa, asl lug'at ma'nosi zam. Ya'ni zam degan bir nima qilish, qo'shilish, bir yerga kelish, jam. Ya'ni bir qancha eng oz ikki yoki bo'lmaydi bir qancha narsaniki bir yerga kelganligini o'zini men arab tilida buni zam, nima nikoh deb atadi ekan. Ya'ni buningda yani ayol ikkisi bir yerga nima qildi, qo'shildi, keldi. Yani bir badan, bir tan bo'ldi degan ma'noda bo'ladi. Yeni bir ma'noda nikohniki o'zini bu yillik aqd, yani aqd bundaq ma'noda bo'ladi. Ba'zanlari nikohniki ma'nosiniki o'zini jima
yani cinsi münasebet ötkazdi degan mushu ma'niga asosan nima qilib lug'at ma'nosi mushu deydi. Yani bunda deyishda bu Araplarniki o'zining tili bo'libmi, bu tilniki o'zida osh ma'nida tanishib qoladi. Tanışıp kalış neymiş kalırsa bu tilniki üzerine bu Araplarniki işletilayotgan pusha Araplarniki aşı şiirleri ve onun başka edebiyat eserleri qarab bu yerden andaki tadqiq çıkardıgan gap. Ondan keyin bazı alimler bu nikahni cima ma'nosida de deydi. Yine bazılar yok buniki asli ma'nosi cima yani cinsi münasebet ötkizish ama onunki zam ma'nosi kelishniki o'zi u majaz deydi. Bazıları deydi o nikah degan gapniki o'zi hem birga kelish hem aqddan iborat bo'lgan şu cinsi münasebet ötkizish her ikkilisiga mushtarak. Yani mushtarak labzi. Yani labzi bir ma'nosi 2, 3. Mushu labzidan iborat bo'lgan narsa mushu deydi. Bunda bir bo'lgandan keyin buniki şu asli lug'at ma'nosi o'qib unidagi shar'iy ma'nosini o'qish kerak. Buning uchun biz shar'iy ma'nosini o'qishda mana Qur'on bilan hadisga nima qilamiz? Asos shu yerga murojaat qilamiz. Bu yerdan bilamiz. Endi nikahninki menimizcha shu ma'nosi shu. Ba'zilar aşağıda ama shar'iy ma'nosi nima? Shar'iy ma'nosida nikah degan gapniki o'zi mana qiz o'g'il, ayol her ikkilisi o'z ixtiyori bilan şu İslam dinimiz berkitgan şu nikahninki nimaları var, rukunları var. Mesela mehri bilan guvochilik deydigan mushu 4 asas rukun. 4 asas rukunni o adam o'rindab anadigan her ikkilisi o'z ixtiyori bilan majbur emas. Mana bir-birisini ayol ekanligini qabul qilib, "Mening erim, meniki ayolim bo'ladi" deb mushunda qabul qilganligi o'zida shar'iy ma'nosida nima deymiz uni nikoh qildi deymiz. Buni asosan men mushunda nikoh qilgan bo'lsa, her ikkilisi ixtiyori bilan meni qiz taqdim bizniki Uyg'ur tilida yoki qabul qildim debdi. Erniki o'zi men nima qildim debdi, oldim. Men qabul qildim. Debdi. Mana degan bo'lsa, shuning bilan ikkisi ixtiyori, yani birisi majburlab qilmabdi endi. Ota-onasi yoki nima. Undan keyin bu ikkisi uniki oldidan mehrini kishi mehrini berish kerak, bu rukun, bu shart. Bu bo'lmasa nikah olmaydi. Yine birisi andaki guvochi. Mana mushu 4 narsa bo'lgandan keyin ikki taraf birga kelgan bo'lsa, bir o'ri kirib mushtaqan bo'lsa, mana islom dinimizdagi shariat ma'nosida shar'iy tarafdan bu qonunliq mana ayol bo'ldi deydi. Qonunliq ayol bo'lgandan keyin bu e'tibordan bu adam mana islomiy davlat va undan boshqa musulmonlar ikkisi mushtaq kelgan bo'lsa, buni xato ish qilmadi, ham u dunyoga bağa vaqt o'zidimi? Mana ikkisiki o'ttirziki nikoh masalasi to'g'ri shaklda bo'ldi deb hisoblanadi. Mana bu islom dinimizdagi nikohniki asos nimiz shu bo'ldi. Mana bundan boshqa masalan davlatlar va hokazoning o'ttirsidagi qilayotgan u nikoh u diniy nikoh emas. Unikon diniy nikohniki ba'zi nimalari tepilsimi? Mesela her kız öz ixtiyori bilan oldim taqdim deyishdi, guvochi bor. Undan nima qilibdi o'shaniki o'zida meni mehrini berib kishiniki o'zi mushtaq qilibdi, o'shan o'zida bu nikohniki o'zi u yerda nima qiladi? Tepiladi. Endi xutba o'qish orqali nikoh qilish yoki bir olim yoki imom yoki obdaroq bir odamniki o'zi mana alhamdulillah deb nikoh o'qishniki o'zi undan keyin oldingizmi, tagdingizmi deb mana buni deyish orqali bu nikohniki nimasi o sunnati. Bu nikohning sunnat qoidasi bo'ladi. Ammo nikohniki rukuni shu yuqori degandek nima o tut. Shuning uchun nikohniki o'zi mana shu nikohniki har ikkisi bilib turib, o'chan o'zida mayli chaqchaq bilan desin, mayli o ikkisi rost desin yoki o'ynashib deb qo'ysa, men oldim, tagdim deb moziy labzini ishitish orqali mana shunday desa, o'chan o'zida masalan guvochi ekan, o'chaniki o'zida o'ynab qilib oldim desa, qiz bola qilib tagdim deb qo'ygan bo'lsa-mu, o'chaniki o'zida bu ikkisi ayol bo'lib qoladi. Ammo uni rasmiy to'g'rilash uchun mehrini berkitish kerak. Mehri o'chaning o'zida u berkitmagan bo'lsa, mehri misl deydigan mushtaq nima var, bir qoida bor. Unda bo'lgandan keyin bu ikkisi ayol bo'lib qolgan bo'lgandan keyin bunda bir gapniki o'zida diqqat qilish kerak.
Mana bu nikah, talaq, itaq deydi. Mana buniki çaqchig'imi ras, resmi ras. Mana uqmabdiman degan gapning o'zimi u jinga aylanib ketadi. Endi bu yerning ko'zida ashlab qolgan bo'lsa, u chaqning o'zida mehr misl degan bir nima bor. Ya'ni shu qiz bolaniki o'ziniki jamiyatniki ichidan o'ziga go'zallik, yoshda yashayotgan shahar ham yashayotgan tabaqaga asosan qaysi qiz bolaniki nimasi mehrisi qanchalik ko'pdi. Mana shuningdek bo'lgan bo'lsa, u chaqning shundaq mehrniki o'zini andan keyin yiliqi chaqchaq deb qo'ysimi, u chaqning o'zida mana shu aldım tegdim bo'lib qolgandan keyin shu orqali andan keyin aksi uni berdi, rasmiy andan keyin shariatga uyg'un bir ayollik vujudga keladi. Ammo chaqchaq qo'yib aldım tegdim deb qo'yib, unidagi kar yo'q, o'sha yuraversa, u chaqning o'zida ayol ya qizniki o'zi uningga to'y qilmay boshqa bir yerga to'y qilgan bo'lsa, u chaqning o'zida odamniki o'zi boshqa bir odamniki ayoldan olib qoladi. Bu dunyoda biz endi bunda qo'yimni oxiratga borgan vaqtimizda bu so'riladi. So'ralgan vaqtimizda bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuna bu gapning o'ziga men alohida nima qilish kerak, diqqat çok qilish kerak. Mana Qur'oni Karimda bu nikohniki o'zini bir qancha yerda men Alloh taolo nima qilgan uni degan ham buyurgan. Va ankihul ayyama minkum va salihuna min ibadikum va imaikum degan oyatga asosan men bu nikohniki o'zini qilishniki nihoyatda nima bir obdan ish ham farz deydi, ba'zilari mustahab deydi, ba'zilari sunnat deydi, ba'zi sunnat muakkada deydi. Muşluğun asasen muşta deydi. Onu da başka Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerdeki üzünün kimi, peygamberlerdeki üzünü özüneki ayallık boğallığını, yani ayalları, balların boğallığını ve canlı lahum ezvace ve zürriye diyen ayetki asasen muşta ayetler çok var. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi asasen peygamberlerdeki sünneti tört diye şunun içinde birisini bir kılış, nikah kılış. Benim nikah kılış arkalı muştak kilişinin yüzü peygamberliğin nemesi iken o sünneti iken. Hem de nikahın yüzü İslam dinimizde perz mi, vacip mi, sünnet mi bunu da ihtilaf var. Hem de perz oluşu bazı vaktin yüzü perz olup kalıyordu. Devamlılık mutlak çok emez. Eğer o kızınınki yüzü ya oğlununki yüzü eğer aşın resmi toy kılmasa o çağın yüzü de haram neresi kıpkarış ihtimali çok var. Resmi keskin. Onda o adamın yüzünü haramda saklaş. Neme o perz. Eğer haramda saklanmayan olsa o adam ot tüküydü. Ot tüküygendeki bunu yüzündeki müdafaa kılış gerek. Müdafaa kılış gerek o adamın bunu asasen şu vaktiki yüzü de derhal mene kız ergi tegişi, oğul balışı mene öldürüşü gerek. Bu perz oldu. Onudaki bu ehvalı kara anıdaki karab sünnet, mustahab, onudaki mekruh ya ki haram bolga işlamı çok var. Hem de haram bolga iş kadar oldu. Haram bolga iş yüzüge mene mehrem boğan, yani yüzündeki tukkaldırı oğan, aşı tukkaldaki yüzün eriştiğimi o haram. Ben her tört rukunliki yüzünü kılmen desim o haram boludu. Bu katlinim emez, dürüst emez. Mesela emildaş, onun başka Kur'an-ı Kerim'de toskan, mesela singlisini elip ağaçsın yine alemende bir nikahınki unda kılış, ya ki 4 ayalı olsa 4 ayalınki nikahı batırlık 5. ayalını alemen ya ki kuyvetse o 4. ayalınki iddeti toşmayı durup yine bir ayalını elişlik üzü nim boludu o aram bolu dendi. Şunu da benim mümin musulman boğa adamniki üzü kafirini, müşrikni, dinsiz bilen toy kılışniki üzü nim o İslam dinimizde bu haram. Meyli kız olsun, meyli oğul olsun. Meni bulaniki dinsiz. İslam dinidin başka meni dinge itiqat kılgan, yani dinsiz yoki dinsiz ateist deydigan meni her kanda bir kişilen nikah kılışniki üzü İslam dinimizde bu haram. Bu makbulçu emas. Meni haram bolgan nikahlar meni çok bu. Ama mekruh oğalıçu, mekruh oğalıniki üzü. O adamın üzü meni nikahıniki meni toy qavaqti üzüde o adamniki üzü meni bu yılıqı aileniki ayalıniki höttüsü çıkamaydı. Ya o adam kesel, yani cinsi kesel, ya ağrık, ya olmaydı o adamda toy kısa o ayalıniki mesela ayalın erinin üstüde olan bir kanıcı perzleri var, rukun. Onu kılış imkanı yok, pulu yok, üyü yok, ya ki o deydi. Ya ki
bunu kuchaytmaydi iqtisod tarafdan. Mana bundoq vaqtniki o'zida unda bir odamniki men to'y qilaman yoki unda bir ayolniki o'zi kasal, og'riq, mesela erkeklik ödedi çıkamaydıgan ma'lum bir kasallik qolgan bo'lsa, bu orqali men ertaga deyishniki o'zi nima emas, o duruşçu emas. El-Fasl avval. Birinchi fasl. Abdullah ibn Mesud radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi, dedi Abdullah dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem. Hey yoshlar jamoati. Kimiki qodir bo'lsan, sizningki ichingizdan ba'atga, ya'ni nikoh qilishga, meni nim bo'lsa, to'y qilishga meni qodir bo'lsa, nima qilsin, to'y qilsin, juplansin. Chunki bu to'y qilish yumg'uchiroqdir, yo'q qiluvchiroqdir ko'zni haromdan. Va bak saqlag'uchidir. Mana bu to'y qilish nemini cinsi a'zoni haromdan nima qiladi, saqlaydi. Va bir odamiki qodir bo'lamasa, shu odam shu nikoh qilishga nima qilmabdi, qodirchi bo'lamabdi. Qodir bo'lamasa, o'chan o'zida bu odamniki gadiniga vojibdir roza tutish. Chunki bu roza u odam uchun nimadir, u vijodir. Ya'ni u chunki bu roza u odam uchun mana bu ahd qilishdir. Ahd qilish bo'ldi deydi. Endi bu yerda men bu hadisniki o'zini mana muttafaqun alayhi bo'lib İmam Buxoriy va İmam Muslimlar nima qilgan hadis bu rivoyat qilgan nima u hadis. Endi bu hadisniki nimasi de mana Abdullah ibn Mesud radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan hadis. Payg'ambar ham shuni degan: "Ya mashara shabab." Yani ya degan harf nida, mashara degan nima? Munada. Munada bo'lgan narsa bir narsa izob bo'lsa, zibar o'qildi, shu masharan. Nima bo'ldi? Masharan. Mashara shabab bo'ldi. Mashar degan nima? Jamoat. Mayli 2dan 3dan ushq bo'lsa, men er olamda, ayol olam hammasiga nima qiladi uni? İttifaq har qanday narsaga, yani ko'p bo'lsa buni arab mashar deb atiladi. Shabab degan nima? Shabab degan jam'i. Uniki mufradi shabbun. Shabbun kelib, buniki jam'isi shababun va shubbanun deb keladi. Bu shabab, bu shabbunniki jam'isi. Shab degan nima? Yoshlar degan, balog'atga yetgandan keyinki 30 yosh oralig'idagi kishilarniki o'zini arab tilida shabab deb ataydi ekan. Yoshlar deb. Endi 30 yoshdan keyinlarmi hozirgi davrning o'zida ma'lum darajada uni yoshlar deb atiladi. Endi Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem bu yerda yoshlarga, ya'ni balog'atga yetgandan keyinki bo'libmi yoshlarga bunda xitob qilishniki o'zini hammamizga ma'lum. Chunki mana bu harom ishqa. Endi yosh bir yerga borgandan keyin o'chaniki o'zida yosh masalan 40-40dan o'tib ketgandan keyin o'chan o'zida bu odam o'zini tutib oladi. Tutib olgan o'chaning o'zida unda bir harom ishqa osilchi bo'lmaydi. Ammo hammish nima bo'ladi? Bo'libmi balog'at yetgandan keyinki bo'lgan orliqda ig'ir bo'ldi. Chunki Payg'ambar bu yerga yoshlarni asos xitob qilish sababchi shu. Bir odam sizning ichingizdan istitoa degan nima? Istitoa degan istabala bobidan. İstita'a yestati'u deydi. Ta'a yatu'u tav'an deydi. Yani boysun dediğin gibi. İstita'a degan boysun kuch yetsa, tav degan kudret degan ma'noda keladi. Unda o'nkin silninki ishingizdan ba'atga kuch yetsa. Asli ba'at degan bizniki Uyg'urda ba degan gapim bor. Asli ba'at asli lug'at ma'nosi manzil, uy degan ma'noda. Chunki ba yabiu bayan deb keladi, ya'ni bir odam uy verdi degan ma'noda. Shunga oyatniki o'zida Payg'ambarning yana bir hadisi bor: "Fal yatabawwa maq'adahu minan nar" degan tabawwa yatabawwa degan nima? O'rin hozirlasin degan nima u ma'noda. Undan keyin tabawwa dar val iman degan nima va oyatda u yer tabawwa deb tapa'aladan chiqqan. Unda o'niki bu nima o'rin berdi. Ya'ni sizning ishingizdan bir odam mana bav, yani baya bu, yani öy tutup erişken, yani öy tutup uyu var. Benim muşunda işka bir adam, bana bunu ne olsa kuchetse.
deydi ba'zilar ba'ziga jima ma'nosi deydi. Jimoni bu yerda asat muvofiq emas to'van, chunki to'van hadis mazmun buni to'g'ri kelmaydi deb qaraydi ekan. Hamda sizning ishingizdan ba'atga, ya'ni nikohga deb ataydi. Nikoh kuchaysa, nikohniki nima bu yerda muzab mahzub, nikohniki sabablar va shartlariga kuchaysa degan gap. Ve to'y qilishniki bir minchi sabablar va shartlar bor. O qavm, o odamniki tini sog'lom bo'lish, mana aql o'sh joyida bo'lish. Shuningdek, mana ayollar to'y qilgan vaqt o'zida uniki qilib berish tegishli bo'lgan, masalan, turadigan joy, yemak, ichmak, kiyim-kechak va jinsiy munosabatdan iborat bo'lgan bu tarafini hal qilib berish. Mana mushu sabablar shu. Mushunga qodir bo'lsa, mana mushunga qodir bo'lsa, sening ichingizdan nima qilsin? Derhal çoğu kişi toy kılsın deydi. Toy kılsın. Mana bu nikah kılışka imkaniyeti bak işte. Bu yerga asasen şu ölümanın, bu ayetga asasen, mana muayidisiga asasen nima deydi bunun nikah kılıştaki üzü bu perz deb qaraydi ahli zahir qatorliqlar. Anda o lekin men mushunda imkon bo'lsa darhol to'y qilish kerak. Men islom din buni nima qiladi buyuradi. Chunki bu to'y qilish nima deydi? Chunki bu to'y qilish mana en nima qiluvchidir? Mana yo'q qiluvchidir ko'zni. Aslida g'adda yag'iddu degan gapniki asli ma'nosi bu yilqi pas mundaq ko'zniki o'zi pas qarg'anning o'zi g'adda yag'iddu. Ya'ni osmonga uni tikilib qarmay, mundaq pas qarg'anning o'zini g'ad deydi. Aslida chunki bu to'y qilish bu odamni, ya'ni to'y qilib bo'lgan odamniki ko'zini aramga qarashdan o ko'zni nima qildi? Pas qildi. Ya'ni to'sidi. Uçanızda bu adam haramga nima uchun qaraydi? Chunki o adam to'y qilgan vaqt o'zida mana balog'at yetdi degan gapniki o'zi o qiz o'g'ilniki vujudida mana chiqmasi bo'lmaydigan qandaqki tarat kelgan vaqt o'zida mana chiqmasi qat'iy adam tura olmagandek balog'at yetdi degan gap har qiz o'g'ildan meni mani chiqdi degan gap. Mani chiqishini balog'at yedidir. Maniniki o'zi chiqqan vaqt o'zida mana ashundaq qandaq qilgan gap u badanga olib kelgan gap. Badanda u narsa davomli chiqib turmasa, o'chan o'zida bu mana odamniki aqlini o'chan o'zida buniki purg'i badanga tarab, hamma a'zoni shu markazlashtirib qo'yib, onadikin aqlim ishlamas qilib qo'yib, shu orqali harom bilan halolniki kori yo'q. Mana davomli harom ishga qarab, mana zina, ko'z zinosi, quloq zinosi, mana og'iz zinosi, put zinosi qilgan gap. Shu orqali onadikin olib ketgan narsaning o'zini mana o odam chiqqanmagan vaqt o'zida shu Məniniki özünə Allah bunun içiga chiqqan vaqtımızda lezzet ve şəhvətdən ibarət olan nərsini bunu içiga yug'urib, andaki nima qilgan yaratgan. Men shu chiqqan vaqtda shundaq har ikkala tarafga bir xil lezzet bo'ldi dendi. Men shu narsaga o'zi chiqmagan vaqt o'zi shon qaraydi. Ammo to'y qilgandan keyin o'chan qanday qilib derish kelsa, men o'chan o'zi badanda u yug'ilib qolgan, to'xtab qolgan narsa yo'q. Davomli ishlab turgandagi badanning o'zi davomli chiqib turgandan keyin meni ko'z degan u yerga nima qilmaydi, qarmaydi. Qarmagandaki shuni to'y qilinglar, to'y qilsang haromda nima qilib qolsa, saqlanib qolsan deydi. O'yna bu to'y qilishning o'zi eng nimadir? Jinsiy a'zoniki o'zini bak nima qilish pokiz qiluvchidir. Endi pokiz qilib o'chan o'zida harom narsaga nima qilmaydi ana? Harom narsaning o'zi qarmaydi, tutmaydi, gap qilmaydi, o'chan o'zida xiyol qilmaydi, meni mangmaydi. Men mushunda qiladi to'y qilgan vaqtimizda, ammo to'y qilmagan vaqtimizda ishda imkon bor turgan, o'shan o'zi qanday qiladi? U odam meni pokiz emas, paskin ishniki o'zin. Mushu harom, mushu qalash, mushu gunohniki hammasi nima u odamga paskin bo'ladi. Paskin o'g'aniga paskinniki o'zi, u odamniki ko'zi bilan, qo'li bilan mushunda qalavergan gap qilavergandikin, bu gunoh o'g'aniki, bu gunohniki o'zi pokiz emas, u odamning vujudini hammasi qap-qora qiladi. Shu gunohniki o'zi payg'ambar aytgandek bir qora nima bo'ladi, nuqta bo'ladi. Davomli qalaversa, uniki bu normal ishga aylanib, u ish qilib bir ish bo'lmay, davomli uni cho'ngni qilgan ish qiladi. Shu an qanday qilinglar payg'ambar to'y qilinglar deydi. Endi bir odamga qodir bo'lolmabdi u odam shu to'y qilishga. To'y qilishniki imkoni yo'q. To'y qilishning imkoni yo'q. To'y qilishga masalan uy yo'q yoki joy tutib beradigan yoki kirolab yoki elib nima qilgan bir kuchi yo'q. Yoki olmaydi, yo jinsiy a'zosi yoki nima kesal. Meni mushunda bo'lib qolgan bo'lsa, yani uçağı desem bulmaydım deyip. Müştak yani ışıldak
tashqari sabablar işte bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zida bu odamniki gadiniga ro'za tutish nimadir? Farzdir deydimdi. Ro'za tutmasang uchun bo'lmaydi deydi. Mana shunda ba imkon baturxon o'shaniki o'zida mana u to'y qilmay ashta qilishga imkon bo'lmagan vaqtida ro'za tutilgan. Chunki bu ro'zaning ichi o'zi u odam uchun bir ahd qilishdir. Vijo degan gapning o'zi vaja yaji u deydi ekan, vaja yaji degan gapning o'zi buqa yo'q, qo'yniki, qo'shqon emasniki o'zi yoki burungi davrniki o'zida mana kishiniki ikki bo'rakning o'zi sug'urib ekan. Izib. Sug'urayotgandan keyin buni vijo deydi ekan. Yani ro'za tutishniki o'zi shu odamga bo'lgan shu yilqi shahvat qaritib, harom narsaga nima qilgan narsa nimati, shu narsani men shu narsa bo'lgandan keyin bu ro'zaning o'zi bu nima qiladi odamga mana shahvati yo'qchiq qiladi deydi. Mana islom dinimizda bu kishiniki undaq qilish harom. Kishiniki shundoq jinsiy a'zosiniki bo'rakniki o'zini tortib chiqarib bo'libmi hayvonlarniki o'zi harom. Ammo hayvonlar kelgan vaqtning o'zida mana kichik bo'lgan vaqtning o'zida o'chani qisib bo'ladi deydi. Masalan, qo'shqoq qo'ylarnikini. Ammo cho'ng yo'g'ilib ketgan vaqtning o'zida uni ahd qilishga mana bo'lmaydi deb qaraydi endi. Endi bu yer payg'ambarsan kuch yetmasa ro'za tutinglar demay aslida o ro'za nima qilsin, yemakni oz yesin demadi. Demak, uchun ro'za tutishda shunday ibodat. Mana shu ibodat qilgan bo'lgandan keyin ham ibodat bo'ladi, ham u odamniki. Chunki insonlarga nisbatan shahvatning ko'payishi bo'lishi nimadan bo'ladi? Yemakdan bo'ladi. Yemak qanchaki yemak, obdan yemak yegancha odamning shahvat ozlab, shahvat ko'payib ketadi. Ro'za tutgandan keyin u odam qanday qiladigandan keyin yemak ozlaydi, ozlagandan keyin shahvat ozlaydi. Ozlagandan keyin o'chaning o'zida men harom ish uchun qaram ishqa qaraydigan ish uchun bo'lmaydi. Muttafaqun alayh. Sa'd ibn Waqqas radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan dedi uni Sa'd meni rad qildi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Osmon ibn Maz'undan tabattulni nima qildi? Rad qildi. Ya'ni Osmon ibn radhiyallohu ta'ala anhuniki meni tabattulni nima qildi? Rad qilyapti. Ya'ni Osmon ibn Maz'un radhiyallohu ta'ala ya Rasululloh men ayollardan ayrilib mushunda xotin olmaydi yutib ketayman, obid bo'lib debdi ekan. Degan vaqt o'zida bu tabattul. O'zi tabattul degan inqito ma'nida. Ya'ni uzilib ketish degan. Ya'ni tarki dunyo bo'lib, meni xotin olmay, hech qanday bir uy tutmay, men hammadan ayrilib mushta bo'lib ketay degan vaqt o'zida payg'ambar unmay, unda qilsangchi bo'lmaydi. Bu to'g'richi emas deb payg'ambar mushta degan. Va agar ruxsat bergan bo'lsaydi payg'ambar shu Osmon Maz'unga mana shu nimani tabattulni. Bu yerda tabattul asosan bu to'y qilmaslik. Ya'ni to'y qilmay, men uy tutmaslik. Men mushuni ruxsat bergan bo'lsa edi payg'ambar biz har oyning qotib ahd qotib o'zimizni. Shu payg'ambar buni bermadi, ruxsat bermagandan keyin ahd qilishga qat'iy bo'lmaydi deydi. Endi bu yerda agar payg'ambar ruxsat bergan bo'lsa biz aynan tabattul qildik. Bizim ayrılıb ketdik demasdan, ya'ni tabattul qildimishdan boshqa eng yuqorisi bo'lgan mubolag'a qilib, hatto o'zimiz ahd qilyapti deb shuni debdi. Ya'ni bu nima uchun qiladi degan vaqtimizda bu asli islom dinimizniki. Mana asli tabiatiga nima o zid. Shuningdek Alloh taolo nabiyatni deganimizda insonlarni yer sharida xalif qilib yaratgan bo'lgandan keyin buniki nasl davomlashishi kerak. Ancak unda vaqt o'zida bu yilqini ahd qilyapsa, u xotinolmayman desa, bu erkakmayman desa, o'chani nasl nima bo'ladi? Azob o'chani o'zida davomlashmaydi. Mana bu islom dinimiz bunga nima u qarshi. Mana xristian dinidek va boshqa dinliklar undaq nima emas, undaq yilqi rahbaniyatchilik qilish, tarki dunyo, erkakmasi xotinolmaslik deydigan narsa islom dinimizning nima u durust emas. Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, dedi Ebu Hureyre, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Mana nikoh qilinadi, ayolni 4 ishniki sababi bilan nikohchi qilinadi dedi. Mana tunkahul mar'atu. Ya'ni bu yerda tunkah degani majhul fil. Majhul fil bo'lgandiki buniki ma'lum, ya'ni majhul fil degani gap
paylı məhsub, məhbul onun orunu keldi degan gap. Yani paylı kim o? Yani kişiler, ayollarning mana 4 işiniki sebebinden to'y qiladigan ish bor deydi odatda. Men hamma yerda shu. Bu umumiy yer shari xarakterlik hamma ish insonning asli tabiatida. Qanday desa, mana kişiler ayollarni men xotin olsam bo'ldi, o'ylensam bo'ldi desa, men ayol kishiga, kishi meni 4 sabab bo'lsa, shuni qarab, kişiler ashunaq ayollar bilan nima qiladi, to'y qiladi. Uning birisi limaliha. Meni shu ayolniki melini deb nima qilgan, nikoh qilgan kishilar chu bor deydi. Ma pulijek mahrimniki. Pul olgandan keyin o'changizda pul olgandan keyin uni puli bilan birga men uyimga keladi. Unda uni pul topgandan tasdigida men shuniki pulini shunda xashlab, mushta o'taman deydigan. Mana mushta odat bor deydi. Veyna shu ayolniki hasabiniki jahdidir nikoh qilinadi. Yani hasibe nima? Yani hisoplagan shu ayolniki masalan nasabi deydi. Şu ayolniki şu cemaati tarafidan hisoblab mena voy ayolniki cemaati otisi mandaq adamkan, manda ulug' adamkan, ondaq adamkan deb men ash nasibini surishtir qilish orqali bu oqso'ngakkan, obdan kishi ekan, eng oliy kishi ekan deb o'tirib, men shu adamniki shu cemaatning kipti maxanim. Unda o'g'liki men buni bilan to'y qilaman deb mushtaqchu qiladi deydi. Mena nikoh qilindi shu ayolniki go'zalliginiki jahdida nikoh qilindi. Yani ayolning güzellik cehdidi nikoh qilindi ki, yani ma ayol bek chiroylikken, bek kelishkenken, bek uzken deb o'tirib, shu ayolniki tashqi go'zalligini deb shundan nikoh qildigan ashta odamlar chu bor. Bu zirasan emniyeti uchun shu. Veyna shu ayolniki diyonatiniki cehdidin. Diyonet mayada taqvo. Yani shu ayolniki o'zi, meni taqvo ayol, meni naati neyme dese Allah'ın Resulü şu bunca emel kılgan ayal bu dep men şunu asas kılıp mena işte neme kıldı bazı ayallarını şu tarafını közüp ayallar men erler bu ayalını şu nikahçı şu alıdı. Men şu 4 xil narsa deydi adette, örf adette. Anda o andaki deyip bakmışsın. Fezper ye bizati dini terbiyet yatarken. Anda o andaki sen yetsen ey insan, ey Müslüman sen şu tötniki işidin zatı deynilen maksedin ya. Yani şu ayağındaki diyanetlik, şu ayağındaki diyanet yani diyanetlik ilgisi olan zat degen, esi ilgi degen gep, o onunki zu dep gelse uçağınızda işleti bu ilgi sahip menisidir. Onunki hem de ayağlar işleti zat dep işleti. Yani şu diyanetlik ilgisi olan ayağlara yani diyanet, takva olan ayollarniki sevine sen özellikle məqsədi gel. Yani sen qalğan üçün həmini çox qıb qoy. Qıb qoysan, sen aş ubda ayol olsun, yaxşı ayol olsun, mən bay olsam boldu, güzel olsun, onun nasibi ali olsun deb həmini qısan şu məqsəd ki sen şu ayollarniki içindən diyanetlik ayol bilan nima qilsan yetsən. Diyanetlik ayol degen onunki pulu oludu, onun güzelliği oludu, onunki nemisi oludu, onunki pul mel, cemalı, güzelliği, nesibi, giyipçu boludu. Sen hemmisi şunu olan nikah kılışta bunu şu diyanetlik ayola məqsədi yetsən. Sen onu gayrıdan neyip koymaysan, məqsədi yetemeysen değil. Terbiyet yatarken, eğer onda kılmışsan, seninki iş konu harup geçsin. Eğer onunki diyanet asas kılmay, onun pulu varken, güzelliği iken, palanı, cemaatniki, meni nemesi iken, meni kızı iken, meni şunu alımen sen, uçağını sen ne harup geçsen. Mesela, meli desen, meli devamlık bir adamın kolu turduğun neyse emez. İki günde anında, iki günde manında olduğun neyse. Pul tükep kes, kan takılsan dedi ki, harlın sen. Onunki güzellik ise, güzellik bir mezgildeyken, o tügeydi o güzellik. Ya 3-4 yıldayken, onu deyken, toğuda, onu deyken, ya kesel olayım, bunu güzel yokap gidilen neyse. Onunki nesibi çoğu, nesibi sen hiç kadar bir nesip eskatmaydı. O uçağınızda. Ama sen eskatılan o ayağındaki takva mutlaka olsa, o dergüz sende ne mi kılmaydı o? O ziyanlıkçı epkenmeydi. Devamlık neymişsen makul deydi, vay irim dep, vay men neymişsin makul dep kılgan neyse, güzellikine hoş olayım dep kılgan, pul olsun hoş olayım deydi. Ondan takva oğa ayalda hem neyse şu tep buludu dep, Peygamber Müştakçı dedi. Hem de fezber degen, zefere yezbur degen maksat yetti degen gep, zatı din degen zat degenen, diyanetniki ilgisi olan ayallarının sen özel maksidi yetti.
Mana shu nikoh qilmoqchi bo'lgan maqsadingga taribat yadaki. Bu esa bu arablarning deb qo'ygan gap bo'lib, bu yerda seniki ish qo'ling. Mana topib ketsin degan, xarib ketsin degan gap bunun asas nemisini irad qilmaydi. Yoki bo'lmaydi aviyati deganimizda. Agar sen uni qilmasang, seniki ish qo'ling xar bo'lib, aniki diyonatga ayol olmay, pul va güzel, vay falan xelimniki falan cemaatin kızı deb alsan, uçan sen xarib ketsan degan bunday ma'nosi uchun bo'ladi deydimdi. Abdullah ibn Amr'in radıyallahu ta'ala ondan rivayet kılan dedi Abdullah. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanınki hemmisi menfaatliktir. Yani küçükken menfaatlik nesi. Lekin dünyanınki menfaatlik en yaxşı ayaldır. Dedi. Yani bu yerde dünyanın hemmisi nime meta degan menfaat algan narsa degan gap. Yani dünyanınki hemmisi sen hemmini kısa küçükken bir menfaat. Yani bu nime degan gap? Bu hayatı dünyadaki bu menfaatlik, bu lezzet, bu yaxşılığındaki özü, o dünya seliştiği vaxtımızda azraq bir menfaat algan narsa şu bu. Yani Kur'an'da mı şu bandı. Lekin dünyanınki içideki, mana şu yaxşılıq narsaniki en nemisi yaxşısı, nima o? Yaxşı ayol. Sen yaxşı ayolni evasan, uçan üzde saliha ayolni alsan. Mana saliha ayolni edip Kur'an edisi nemisi şu boyunca emel kıldıgan, özünün hakkını, yerinin hakkını ada kıldıgan, pakiz, şundak, akıl hoşu cayidan, açtak, namaz okuyduğun, halal, haramını bildiğin, açtak bir ayağını alsan, uçan üzerine dünyadaki menfaatlik olan nesin hem sen kozup keltirsen. Bu arkalık anladıyken sen nemin közlemek olsan dünyada menfaatli edip, uçan üzerine men huzur alavet, yaxşılık, balan, neslin, hem nesi bunun için vücut çıkıyor. Anda o anlayken sen toy kahvaltı üzerinde kandak ayağın asas kılır, yaxşın, ubdan, takva, muttaki, meni dinni bildiğin, dinni düşündüğün, meni erini bildiğin, erini hukukunu bildiğin, undaq yüzündeki ayal ikenliğini okuduğun, muştaq ayalın için eriş gerek. Bunu ağın deydim. Edis bu. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala onu rivayet kılın dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayru nisa'in rakibnen ibine, salihu nisa'i Kureyşin, ehnahu ala veladin fi sigarihi ve er'ahu ala zavcin fi zati yedihi. Muttefakun aleyh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene şunda dedi. Ayalınki yaxşırağı ki, mindiler ular tögilerge. Mene rakibler degan nima? Rakibe yerkebu. Paile yepalu babıdan boğan 4. bab möziniki qoidasi bo'yicha, yani hamide yahmadu babidan chiqqan nima bu? Mana bu muzari jam'i muannas. Mana hamide yahmadu desek, hamida, hamida, hamidu, hamidat, hamidata, hamidna. Mana rakibna. Bunu terkiblerindeki tehdit zibir nisa yanıdı. Hayru nisa'in degan bu muzabzablar mubtada oldu. Rakibler ibile degan onunki sıfat. Rakiblerindeki tehdit zibir nisa yanıdı el ibile mefhum. Anda o anken tövgüge menilgan ayallarınki en yaxşı. Yani Araplarning demekçi. Bu dünya başka ayallar emez. Yani tövgüde kim menildi? Araplar menildi. Araplar asal tövgüde menildi xalq o. Özü qatnaşdığımızda buruk devrinin özüde. Anda o anken tövgüge menildiğin ayallar, yani Araplarınki ayallarınki en yaxşı, Kureyş ayallarınki yaxşıdır. Deydim. Bu adamda Salihun İsa'i Kureyş'in degan onunki muzabzabda haber oldu. Asıl Salih demişsin bulduğun gap. Bu yan Salih'inki bu yan mufrat geldi çünkü bu yanınki tehdit zimir. Mana hayri yanıdı. Hayr muftada bu mufrat olanınki mani haberma in mufrat oldu. Anda olanınki Kureyş kabilesinin içinde çıkan ayallardır. Yani Kureyş kabilesinin ayallarıdır. Kureyş kabilesinin ayalları Arapların içinde çıkan kalan kabilelerin içindeki ayallardan en yaxşı ayallar Kureyş kabilesinin içinde çıkan ayallar. En yaxşı ayallar bu değil. Kanda değil bir Allah ilgi. Ahnav. Nimişka. Desem ahnav da vardı. Ahnahu ala veladin fi sigari. Mana bu o degan sadiqa yanıdı. Yani Kureyş ayallarınki yaxşısı. Mana o yaxşı ayallarınki çünkü o yaxşı ayallar nemidir? Ahna.
bak şefkatlik, mehri şefkatli gerektir. Mana balaga özünün kichik vaqtida. Yani bir balığıki boğucuda o bala özünki kichik vaqtidan. Yani özü kichik, yani kichik balığa bu Qurayshninki ayolları nima o bahmeri şefkat. Mayli özün olamdı, mayli başka özünki öz balası olamdı, ya ki ögey bolamdı, ya başka balı olamdı. Bunu kartta bu Quraysh ayolları pek onun mehriban. Onu hiç kadar nem qilmaydi, ağrımaydı. İkincisi, bu Quraysh qabilasiniki ayollarınki en yaxshi ayol olsa, ularniki en muhafazat qiluvchirog'dir. Mana saqlag'uchidir. Erni shu erniki qo'liniki egisidir. Shu qo'liniki egisidagi erni nima qiladi? Bas saqlaydi. Ya'ni ara degan ahbaz degan ma'noda. Mana shu ayolniki en yaxshisi mana saqlag'uchidir kimni? Erini. Ki boğuchida eri o'zing qo'lidagi mol-mulkini. Yani erinki qo'lidagi mol-mulk, obro'y, inovatni bu ayollar nima qiladi? Bas saqlaydi. Men deydim. Çünkü er ayolni meniki uyimga bütün mol-mulkimni men saqlaydi, nemisi xiyonat qilmaydi deb ashta akagan bo'lgan ekan. Mana bu ayollar Quraysh qabilasining ayollari o'ziniki eriniki shu mol-mulki hech qanday xiyonat qilmaydi. Buzib tashmaydi, erim ko'maydi ekan deb tıkvamaydı, oğurlamaydı. Neyse aynen açtıkça kalıdı. Benim muş işkil muş alaydı sebebiden benim Quraysh kabilesindeki ayalları alaydı en yaxşının bulduğu ayallar oldu dedi. Onda oldu ki yaxşı ayal olan için hakasınız mı? Siz ertekke siz mi? Benim Quraysh kabilesinin ayalları da benim ballarınız pek mihriban bulun. Üyünüzge Xanın işinden bulmuşsun. Aldığından özünüzün bal vakısını asas kılın. Balı siz bakısız. Ona balını bakmay, öğünü işini kılmay, lağaylap, özü yürüp, ondan çok kısa uptan çok bulmaydı. İkincisi, bana yine bir er-ağı degenin ki, ben size iki kılmeni var deydi. Bunun da birisi, yüzündeki yerin kolu deken, yerini saklaydı deken, yani ayağın, yüzünü yeri tapşıgan deken, bana yüzündeki aşı gayrı olan her kanda bir erge, hiç kanda köz kırıp bir nes kerehni için ondan çok kıyanet kılıp ondan koymaydı. Her kız kılmaydı deydi. Bu bir. İkincisinin pul meli deydi. Pul meliniki yüzünü beknem kılıdan saklaydı ki onu her kız kıyanet kılmaydı. İrim kömeydi gidip bağçağı bir yan çıkka, yok çağın bir yan çıktık ya bir yan nem kılıp pul saklap pul çıkıldıgan ya uya bir avadıgan onda işini çok kılmaydı. Ondan olanken bu iki xil alaylık var. Siz mi kalan Müslümanlı mı müştakçı buluşçu gerek mi şundak yaxşı ayallar buluşka deydi. Usame bin Zeyd radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılın dedi Usame dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mene koymadım men deyken bir pitinde zerre gerek erkişlerge ayılladı. Mene erkişlerge nispeten ayılladı mı bek zerre bek ayılladın mı erkişlerge bek zarar kılıdığan mene bu pitin pasat men işlerim sebep bulduğan bir nesli men koymadım ayılladı men deyken bir ayallarını şu koymadım. Yani men deyken ayallarga en zarar kılgan narsa pitin pasat günah mesiyetken en sebep bulgan narsa neymi? Ayallar. Peygamber bunu çok diyen. Emniyetimiz çok kürvatımız. Yani ayallar her kanda bir aile, ya ki millet, ya ki bir kabile, ya ki bir mahallenin içinde bir ayallarınki kandak buluşu mana şu cemiyetniki, şu aileniki, şu işlavcı bağlılık. Eğer ayol kişi özü, mana bu buzulup, uçanın konuğunu buzulup, şunda bir iş kandaki boldu. Ayollu öy buzuludu. Mana niyetin buzup, şu yeriniki kolu tutup, yeni bir kişi yanında kısa, ya ki pulunu boğulmasa, ya ne maksa, oğulmasa, uçanın özü ayrı buzul diyen yapıldı. Mana bu, şu an, şunun için Peygamber bu yerde ayallarga men erlerge nispeten en zarar olan narsadaki özü men deyken ayallar degen. Degende Peygamber mubat olgan deyken men ümmeti İslamiga men ziyankeşlik men şu yani hatalık nemişniki asas terpiymiş ayallardan kelgen. Ayallardan kelgenlik için bu muşu yeni devirdeki men işlağa karsak men İslam düşmanlarındaki özü asasen ayallarını kozgapa çıkan.
Bunu ko'ryapmiz. Ayollar ozodligi deydi, ayollar hurligi deydi, ayollar jamiyati deydi. Men mushunda hozir bu vatqa ishning hammasi ayollarning ustida. Hijobga nima qilayotgan, meni hujum qilayotgan. Hijobning ustini nima qilayotgan, shu qilish orqali ayollarni ashu mana ash dindan chiqarsam anikin akishning ishi hammasi tamom bo'ladi deb akish qilmay ayollar hujum qiladi. Shu ayollarni har qanday kufr, har qanday bir hokimiyat yoki bir tashkilot mana islom dinining sirtidagi ayollarni ishga soladi. Ayollarni ishga solish orqali istixborotlar anikin o'zining maqsadi uchun yodidi. Chunki bu ayollarning o'zi nimishqa degan vaqtning o'zida hammasi ma'lum. Anda o'zikin buni qartamdi. Ayollarga men ayollarni erkaklarga bir zarar, bir narsani butun jihatdan unda qo'ymadim deganing o'zi bu yerda ayollarga bak nima qilinglar, ahamiyat yo'q beringlar. Men unda butun bu yerda gunohga sabab bo'lgan ish. Unda o'zikin ayollarni obdan o'qitish kerak. Men halol haromni buni obdan bildirish kerak. Men qanday buni uqtirish kerak. Ve ahir da'wana elhamdülillahi rabbil alamin.